prepositions, predloglar mavzusidan o bilan boshlanadigan predloglarga kelib to'xtagan ekanmiz. Ko'rib turganlaridek. Hop, of, bu yerdagi predlogimiz of. Talaffuzda of deb aytiladi. Yozamiz. I'm just going to write it down here. Hop, talaffuzda bu of deyiladi. Of. Ya'ni of deyilmaydi. Ko'rinishda of, ko'ringani bilan of deb o'qilingani bilan bu of deb o'qilinmaydi. Of deb o'qiladi. Of. Tushunarlimi? Of. Hop, bu prepositionimiz, predlogimiz, of predlogi. Hop, bizga o'zbek tiliga odatda ko'proq ning degan ma'noga tushadi. Ning. Buni o'zi of predlogini bir nechta ma'nolari bor. Lekin eng ko'p tarqalgani, eng ko'p biz o'zbek tilimizga tushadigani ning. O'sha qaratqich kelishidagi ning, Xuddi egalik olmoshda tarjima qilinadi-ku, falonchi, pistonchi, ning va hokazo. O'shandagi ningga tushadi, qaratqich kelishiga tushadi. Bu yerda misollar ko'radigan bo'lsak, let's read out the examples here. I live in the house at the end of the road. I live in the house at the end of the road. Bu yerda bizga berilayotgan joy mana of, mana I live in the house at the end of the road. Men yo'lning oxirida, mana yo'lning oxiridagi bir uyda yashayman deyapti. Yo'lning oxiridagi uyda yashayman deyapti. Misol uchun bir yo'l bor yoki ko'cha, road. Hop, road degani yo'l degani. Hop, yo'lning oxiridagi uyda yashayman deb aytayapti. Mana bu joyda mana yo'lning, yo'lning. Endi biz o'zbek tiliga tarjima qilayotganimizda albatta har doim ham ning deb aytishimiz shart emas. O'sha biror narsaga bog'langan bo'lsa, biror narsaniki bo'lsa, o'shanda of deb aytaveramiz. Hop, mana tushunarligi. Yo'lning oxiridagi uyda yashayman deyapti. Hop, keyin bu yerda of, o'zi aslida buni ofni Murphy'da qizilida o'tganmiz, qizil Murphy'da Raymond Murphy'da o'tganmiz. Of birikmalarini of. Mana of odatda oldi va orqasidan ikki tomondan noun oladi. Ya'ni of ikkita nounning o'rtasida keladi. Ikkita otning o'rtasida keladi. Ning nesi, bir narsa ning nesi. Bu yerdagisi misol uchun aytaylik, bu yerdagi ham noun bo'ladi. Ning, mana bu falonchi, pistonchi ning deb turib, keyin mana bu chap tomondagisi esa hop yoki s deb tarjima qilinadi. Yoki s yoki nimasidir yoki y ham bo'lishi ham mumkin. Xo'sh. Va keyin mana of, ya'ni of ikkita noun o'rtasida keladi. O'sha ikkita noun odatda nima bilan ajratiladi? The bilan ajratiladi. The aniq artikl bilan. Odatda shunday. Ko'p holatlarda e'tibor qilsanglar, mana hozir yana ko'ramiz. Chunki falonchi, pistonchining yoki falonchi nimadir birorta narsaning deyapmiz, aniqlik kiritilyapti, aniqlik, ma'rifa bo'lyapti, taniqlilik bo'lyapti. O'shaning uchun aniq bo'lganligi uchun, u tanish bo'lganligi uchun o'shaning uchun ikki tomondan the artikli qo'llaniladi. Odatda shunday. Ko'p holatlarda. Xo'p, mana bu yerda aytyapti, mana I live mana in the house, uyda yashayman. Qanaqa uyda? At the, mana ko'ryapsizlar. Mana end ham bu oxir, yakun, oxir, yakun degan, tugash degani. Hop, mana bu road ham ikkalasi ham nima bo'lyapti? Noun bo'lyapti. Bu ham noun, bu ham noun. Endi aytyapmiz mana ofning ikkita tomonida noun bo'ladi. Odatda shunday, ko'p holatlarda va o'sha ikkita nounning o'rtasida ikkita noun ham nima bilan ajratilyapti, ko'rasizlar? The aniq artikl bilan kelyapti. Shunaqa bo'ladi. Oddiy ko'rinishlar shunday. Shunga e'tiborli bo'lib, e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, demak men o'sha ko'chani yo'lning oxiridagi, yo'lning so'nggisidagi, yo'lning oxiridagi ko'cha uyda yashayman deyapti. Hop, keyingisi where is the key of the car? Where is the key of the car? Mana ko'ryapsizlar? Of the car. Where's the key of the car? Where is the key of the car? Bu men. Where is the key of the car? Hop, yana v qilib talaffuz qilasizlar. Hop, demak mashina, mashina, mana bu mashina. Bu yog'idan tarjima qilamiz. Demak, ovli nimalar kelyaptimi? Kalima. Demak, o'ng tomondagisidan tarjima qilamiz. Mashina ning kaliti. Ko'ryapsizlar? Ning, mashina ning kaliti. Mashinaning kaliti qayerda? Hop, keyingisi, do you like the work of Shakespeare? Shakespeare odam o'zi zotan taniqli, o'zi zotan o'zi ma'rifa, o'zi zotan u taniq, atoqli ism ham insonlarga tanish bo'lgandan keyin bunga tanishtirish shart emas. O'zi tayyor tanishtirilganmi? Tayyor insonlarga ma'lummi? Noma'lum narsa emasmi? Bu ma'lum bo'lmagan tushuncha emasmi?
Demak, hamma taniydimi yoki odamlarga ma'lum bo'lgan narsami, atoqli otmi? Demak, uni oldidan aniq artikel qo'llanilmaydi. O'shaning uchun mana the work bu tomonida ishlatilyapti. The work. Do you like the work of Shakespeare? Demak, Shakespeare endi work bu yerda nima? Ish degan ma'noda emas. Workni bir qancha ma'nolari bor, bu yerdagi ma'nosi asar ma'nosida kelyapti. Workni asar, bir insonda asari bo'ladi-yu, ya'ni ijodi bo'ladi-yu, mehnatini mahsuli bo'ladi-yu. O'shani work deb aytamiz, work. Ya'ni o'sha asar, ijod degan ma'nolarda ishlatiladi. Xo'p, Shakespearening asarini yoqtirasizmi? Ya'ni Shakespearening asari sizga yoqadimi? Degani. Xo'p, keyingisi what was the cost of this book? What was the cost of this book? Xo'p, bu kitob o'zi mana bu joyda nimaga the ishlatmayapmiz? Bu yerda this kelyapti. This bu nima? Ko'rsatish olmoshi. Ko'rsatish olmoshi zotan o'zi nima? Taniqlilik. Siz biror narsaga qachon nimaga ko'rsatib aytasiz? Biror narsani, birorta otni qachon ko'rsatasiz? This yoki that va hokazo deb. Qachonki taniqlilik bo'lganda, qachonki sizga ma'lum bo'lganda. Siz zotan o'zingizga notanish yoki bo'lmasam siz qarshidagi odamga notanish bo'lgan narsani ko'rsatib aytmaysiz. Ko'rsatib aytyapsizmi? Demak, u kamida eng kamida sizga tanish degani. O'shaning uchun this degan yoki that yoki those, these degan ko'rsatish olmoshlaridan oldin the aniq artikli qo'llanilmaydi, ishlatilmaydi. Hop, mana what was the cost? Cost degani bu yerda xarajat. Xarajat degan ma'noda. Xarajat, narx degan ma'noda. Cost o'zi yodlagansizlar, costni shu Murphy'da notur fe'llar jadvalida yodlagansizlar, cost deb narxga nisbatan turmoq deb. Endi bu yerda ot ma'noda kelyapti. Ya'ni costni ot ma'nosi ham bor. So what was the cost of this book? Ya'ni bu kitobning narxi qancha edi? Qancha bo'ldi demoqchi? Bu kitob qanchaga tushdi demoqchi? Bu kitobning narxi qancha bo'ldi? Hop, va chiqim degan ma'noda ham ishlatiladi. Hop, keyingisi he lives in the city of Westminster. He lives in the city of Westminster. U Westminster shahrida yashaydi. Westminster. O'zi men shaharda nom bo'lganligi uchun shaharga o'zi zotan o'zi atoqli bo'lyapti. Atoqli shaharlar nomidan aniq qo'ymaydi, qo'llanilmaydi. Misol uchun aytaylik, Tashkent, yoki the Tashkent bo'lmaydi. Misol uchun aytaylik, Parij, the Parij bo'lmaydi yoki the Istanbul bo'lmaydi. Shunchaki Istanbul, shunchaki misol uchun Tashkent, shunchaki Parij va hokazo. Shunchaki misol uchun aytaylik Egypt yoki bo'lmasam Cairo, Qohira va hokazo. Xo'sh. Keyingisi it was kind of you to help me. Mana endi bu o'zi aslida mana to be kind of somebody degan o'zi aslida birikma, so'z birikmasi, bir ibora, fraza sifatida ishlatiladi. Mana kind of somebody kimnidir mehribonchiligi deganida. Ya'ni it was kind of you to help me degani you were nice degani. Ya'ni siz menga yordam berib mehribonchilik qildingiz deganida. Ya'ni bu degani mehribonchilik qildingiz, menga bir ajoyib munosabatda bo'ldingiz degani. It was kind of you to help me. Demak, siz menga yordam berib mehribonchilik qildingiz degani. Tushunarlimi? Hop. Keyingisi this is the cause of the problem. This is the cause of the problem. Mana ko'ryapsizlar, mana odatiy holatlarda mana of the ikki tomonidan ot keladi va o'sha otlar odatda oddiy ot bo'lsa common noun deydi. Otda oddiy otimizni common noun deydi. Atoqli ot bo'lsa proper noun, proper noun. Bu esa common noun, ya'ni oddiy otlardan bo'lganligi uchun, umumiy otlardan bo'lganligi uchun odatda the article bilan ajratiladi mana. The. Chunki aniqda o'sha otlar. This is the cause of the problem. Bu muammoning sababi deyapti. Cause degani bu sabab degani. Problem esa muammo. Bu muammoning sababidir deyapti. He died of. O'zi mana bu die o'lmoq, vafot qilmoq, vafot topmoq. Endi die of bilan ishlatiladi. Odatda of. Die from desa ham bo'ladi. Odatda masalan die of ko'p kuzatiladi. Die of degan bu o'zi birikma, fe'l birikmasi. Ya'ni mana shu fe'l, mana die misol uchun biz o'zbek tilida ham o'lmoq, nimadandir o'lmoq deymiz. Misol uchun u yurak xastaligidan yoki yurak xurujidan yoki rakdan yoki bo'lmasam qon ketishidan va hokazodan o'ldi. Dan degan albatta keladi, to'g'rimi? Dan o'lmoq yoki avariyadan o'ldi yoki va hokazo. O'sha dan degan narsani of beradi. Ya'ni die of degani bu dan o'lmoq, dan vafot topmoq degani. Tushunarlimi? He died of cancer. Cancer degani bu o'sha rak degani, saraton. U saratondan o'ldi yoki u o'sha rakdan o'ldi degani. Xo'sh. Hop. Keyingisi
Most tables are made of wood. Most tables are made of wood. Hop. Endi bu yerda shu made of. Endi passive voice kelyapti, majhul nisbati kelyapti bu. Endi bu yerdagi of ning ma'nosi ham aytganimizdek faqatgina ning emas. Demak, of ning ikkinchi ma'nosi nima bo'lyapti bu yerda? Dan degan ma'no bo'lyapti. Dan. Dan. Ko'p, most degani aksar degani ko'pchilik. Aksar stollar, ko'p, ko'pgina stollar, wood nima? O'tin degani, o'tin, taxta degani, yog'och degani. Hop. Ko'p stollar yog'ochdan tayyorlanadi, qilinadi, yasaladi. Hop. Keyingisi, can I have a cup of coffee? Can I have a cup of coffee? Hop. Endi yana bitta narsa borki bu yerda, mana kofening, mana so'zimizni tarjima qilsak, kofening bir chashkasi, kofening bir chashkasi, bir piyolasi degani. Hop, bir bakala deymiz mana shunaqa. Hop, endi kofening deyapmiz. Endi yana bitta narsa borki, mana of, qaranglar. O'sha mana over, of. O'sha o'lchov birliklarida bu yoqda noun bo'lganda, qanaqa noun? Sanalmaydigan, mana sanalmaydigan. Sanalmaydigan ot bo'lganda, sanalmaydigan otlar biz aytganmiz. Sanalmaydigan otlar misol uchun aytaylik, a coffee bo'lmaydi yoki aytaylik a sand bo'lmaydi yoki a money bo'lmaydi. Lekin o'sha sanalmaydigan otlar nima bilan o'lchanadi? O'lchov birliklari bilan o'lchanishi mumkin deganmiz. O'shanda o'lchov birliklari bilan o'lchanganda a oldida qanaqadir sanaladigan, o'lchov birligi albatta sanaladi. Misol uchun a liter va hokazo yoki bo'lmasa mana a cup of va hokazo. O'sha misol uchun a cup, yoki bo'lmasa mana aytganimizdek, aytishimiz mumkin a bar, yoki bo'lmasa aytishimiz mumkin mana a liter, a liter va hokazo. Yoki a bottle of, a bottle. Mana hammasidan keyin nima ishlatiladi? Of va bu yoqda esa nima kelyapti? Bu yoqda esa hop sanalmaydigan ot keladi. Sanalmaydigan ot ishlatiladi. Sanalmaydigan. O'shanda mana bu tarjima qilinganda nima deb tarjima qilinadi? Bir nimadir deb. Bir, mana nimasini yozib qo'ydim? Bir. Hop, a cup of, ya'ni bir nimadir deb keyin o'sha sanalmaydigan otni aytamiz. A cup of nimadir? Masalan, a bar of nimadir? Endi bu yerda ning deb tarjima qilganimizdan ko'ra biz o'zbek tiliga bir nimadir deb tarjima qilganimiz to'g'riroq bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda of emas, mana kofening bir chashkasi emas, bir, mana bu yoqdan tarjima qilamiz endi bu yoqda. Shu sanalmaydigan otlar bilan kelyaptimi o'lchov bo'lib. Bir chashka kofe deymiz mana. A cup of coffee, tushunarlimi? A cup of coffee. Endi bu yerda have demak olmoq, ya'ni ichmoq degan ma'noda keladi. Can I have a cup of coffee? Bir chashka kofe ichsam bo'ladimi? Yoki bir chashka kofe olsam bo'ladimi? Ichmoq degan ma'noda ham, demak olmoq degan ma'noda ham ishlatiladi. Hop, can I have a cup of coffee? Hop, bir chashka kofe olsam bo'ladimi? Yoki bo'lsa bir bakal kofe olsam bo'ladimi degan ma'noda. Hop, keyingisi, hop, I know some of these people. Bu odamlarning ba'zisini taniyman deyapti. I know some of these people. I don't know any of these people. Men bu odamlarning birortasini bilmayman, tanimayman deyapti. Men bu odamlarning birortasini bilmayman. Any of. O'sha bu Murphy qizilda o'tganmiz bu mavzular. Some of, any of, ning ba'zisi, ning 3-4 tasi yoki ning birortasi degan ma'noda bular. Keyingisi, he lives in London. He lives in London. I'm sorry. He lives south of London. He lives south of London. Bu nima degani? South of London. Pastisiga qarasanglar nima bo'lyapti? Xuddi shunga o'xshash gap, lekin sal boshqacharoq yozilgan. He lives in the south of London degani. He lives in the south of London. Hop, endi bundachi he lives south of London bo'lyapti. Farqi bu yerda in the qo'shilyapti, tepasidagida esa yo'q shu narsa. Hop, ikkalasini ham o'z aslida ma'nosi bir xil. Ma'nosi, hop, u Londonning janubida yashaydi degani. Londonning janubida, janub qismida yashaydi degani. Hop, endi bu yerda
South mana bu oldidan in preposition predlogi ishlatilmagan varianti south. Bu ravish bo'lib kelyapti. South'da ravish ma'nosi bor. Ravish ma'nosi. Demak, o'sha south ravish ma'nosida keladi va ravish ma'nosida, ya'ni ravish bo'lib, ravish funksiyasida keladi va ravish bo'lib kelganda u janub tomonga, ya'ni janub tomonda degan ma'noni bildiradi. Yozib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'sh. Mana south bu yerda ravish bo'lib kelyapti. Ravish bo'lganda, demak, janub tomonda, o'sha janubda degan ma'noda ishlatiladi. O'zi ravish bo'lib kelganda. O'shaning uchun bu yerda ravish bo'lib kelganligi uchun demak bu yerda in bo'lmayapti, in the bo'lmayapti. Chunki ravishda oldidan in the ishlatilmaydi, to'g'rimi? In the yoki at the degan predloglarimiz odatda nima? Otning oldidan ishlatiladi. O'shaning uchun bu yerda ravish bo'lib kelyapti. He lives south of London. U Londonning janubida yashaydigan, janub tomonida yashaydigan. Endi bu yerda pastda esa-chi, mana the south bo'ladi. He lives in the south of London. Bu yerda south ot ma'noda kelyapti. Ot ma'noda kelganda-chi, ot ma'noda kelsa, demak buni albatta bemalol oldan preposition predlog ishlashimiz mumkin. He lives in the south of London. U Londonning janubida yashaydi degani. Off. Endi bu haqiqatda mana talaffuzi off deb aytiladi. Off. Bu of bo'lsa, bunisi ikkita f ligi, qaranglar, ikkita f ligi off deb aytiladi. Off. Tushunarlimi? Off degani mana bunga qarama-qarshi, mana bunga zid ma'noda. Mana pastdagi on turibdi, on. O'shanga zid ma'noda. Onni bilamiz, onda o'tganmiz, oldingi nimalarimiz ham ustiga degani, ustiga. Mana biror narsani qaranglar. Mana biror narsani, mana aytaylik, stol ustida desanglar, mana shu ustiga biror narsa, kitobmi nimadir qo'yilsa, mana ustiga qo'yilsa, ya'ni ustiga qo'yiladi, to'g'rimi? Mana ustiga qo'yilyapti, to'g'rimi? O'shanda on bo'ladi. Mana ustiga, yoki ustida, mana shu partani ustida, stol ustida, on bo'ladi. Lekin off bo'lsa-chi, mana o'sha parta turibdi, partani ustida, misol uchun kitob yana o'sha kitob turibdi. Endi shu ustidan bo'lsa, misol uchun stolni ustidan ol kitobingni desa, kitobni stolingni ustidan ol desa, demak stol ustidan tashqariga bo'lyapti. Bu stol ustiga bo'lib, o'shani ustiga, demak o'sha mavjudligi holat tushunilsa, bu esa o'shani ustidan olinyapti. Tushunarlimi? Off degani o'sha dan degan ma'noda ishlatiladi. Dan, ustidan. Xo'p, yozib qo'yamiz. Usti yoki tepasi. Usti yoki tepasi dan degani. Usti yoki tepasi dan degan ma'noda ishlatiladi, qo'llaniladi. Bu yerda mana please take your shoes off the table. Please take your shoes off the table. Endi take off degani bu yerda olmoq. Take degani olmoqqa, take off. Endi bu yerda dan olmoq degan ma'noda kelyapti. Please take your shoes off the table. Iltimos mana poyabzalaringizni, oyoq kiyimlaringizni stoldan, stolni ustidan oling deyapti. Xo'sh, endi keyingisi. Keep off the grass. Keep off degani o'sha bosmaslik degani. Bosmaslik, keep off. O'zi phrasal verb, fe'liy birikma bu. Keep off. Bosmaslik, narida yurmoq degani yoki yaqinlashmaslik degani. Xo'p, bu yozib qo'ysak ham bo'ladi. Bosmaslik. Xo'p, narida yurmoq yoki bo'lmasam yaqinlashmaslik degani. Tushunarlimi? Keep off. Narida yurmoq, uzoqda yurmoq degani. O'sha bosmaslik. Hop. Keep off the grass. Grass degani o'sha maysa degani, maysa, o't degani. O't o'lan degani, grass. Keep off the grass. Maysani bosma deyapti. Maysadan uzoqda yur, maysadan narida yur, maysadan nari yur deyapti. O'sha misol uchun maysa kimdir, misol uchun qo'ni qo'shningiz chiroyli maysalarni, yam-yashil maysalarni ekib qo'ygan. Unga misol uchun aytaylik, siz qo'ylaringizni olib kelib yoki mollaringizni olib kelib yedirib yorsiz, bostirib yorsiz degan, qanchalik achchig'i keladi. To'g'rimi? O'shaning uchun demak bu yerda yoki siz uni ustiga bosadigan bo'lsangiz, uni havasga o'stiryapti, chiroyli qilib eshigini tayinlab. O'shanda misol uchun inglizlarda eshigini tayinlarida o'shanaqa nimalar o'tlar bo'lsa, o'shanaqangi belgi qo'yib qo'yishadi, belgi, Keep off the grass deb. Demak, o'sha maysani, o'tni bosmang deb yozib qo'yadi. Shu xuddi shunga o'xshagan holatlarda. Xo'p, keyingisi. It fell off the table and broke. It fell off the table and broke. Demak, u stoldan tushib ketdi.
U stoldan tushib ketdi va sindi deyapti. U stoldan tushib ketib sindi. Hop. Keyingisi. They live in a street of Fifth Avenue. They live in a street of Fifth Avenue. Bu nima degani? Hop, they live deb bilamiz. Ular demak yashashadi. In a street demak bir ko'chada. Ular bir ko'chada yashashadi. Endi of nima degani? Bu yerdagi of ma'nosi dan yoki ustidan degan ma'noda kelyaptimi? Yo'q albatta. Agarda live, yashamoq bor-ku. O'sha yashamoq of fe'li bilan keladigan bo'lsa, u yaqinida yashamoq yoki yonida yashamoq degan ma'no bildiradi. Live kelyapti, live yashamoq, live off. Yonida, yaqinida yashamoq degan ma'no bildiradi. Live off. Fe'li birikmada bu. Hop, mana live off yonida yoki yaqinida yashamoq degan ma'no bildiradi. Xo'sh, endi hop mana they live in a street of Fifth Avenue. Ular 5-avenue degan o'sha katta ko'cha, katta trassa bor, katta ko'chaga avenue deyiladi. Ular shu 5-avenueda, 5-katta trassa yonidagi ko'chada yashashadi deyapti. Ular 5 o'sha katta trassa yonidagi, yaqinidagi ko'chada yashashadi, turishadi, istiqomat qilishadi deyapti. Keyingisi, onda bilasizlar endi biz aytganimizdek, hozir yuqorida aytdik, ustida, ustiga degan ma'noda ishlatiladi. Mana ustida yoki ustiga degan ma'noda qo'llaniladi. Ustida yoki ustiga. Please don't put your shoes on the table. Bu tepasida take your shoes off the table deganda, hop, ya'ni o'sha oyoq kiyimlaringizni stol ustidan oling deyotgandi. Endi xuddi shuni muqobil varianti, uni qarama-qarshi gapdek bo'lyapti go'yoki. Please don't put your shoes on the table. Ya'ni o'sha bir xil ma'noda ekan o'zi. Bunda demak bo'lishlik qilib, buyruq qilib aytayapti, bunda esa inkor qilib aytayapti. Iltimos, poyabzallaringizni, oyoq kiyimlaringizni stol ustiga qo'ymang deyapti. Stol ustiga qo'ymang. Hop. Endi keyingisi. The picture is on page 7. Hop. Surat 7-betda. Endi sahifaning ustida, 7-sahifa ustida. Endi o'sha sahifaning ustida bo'ladi, to'g'rimi? Sahifa berilgan, sahifada masalan har suratlar yoki yozuvlar va hokazo o'sha sahifaning ustida bo'ladi, to'g'rimi? Yozuv. O'shaning uchun mana on page 7 deyapti. Endi biz endi sahifada yoki betda deb aytamiz. Hop. We live on a busy road. We live on a busy road. Biz band ko'chada yashaymiz. Band ko'chaning ustida yashaymiz. And live in. Hop, endi misol uchun ko'proq endi on Amerikada ishlatiladi. O'sha aynan ko'proq xosatan o'sha ko'chani yoki yo'l ustida deymiz. Britaniyada ko'proq in deb ishlatilsa, demak Amerikada ko'proq on deb ishlatiladi. We live on a busy road. Demak biz o'sha band ko'chani, ya'ni o'sha qatnovi ko'p bo'lgan degan ma'noda, band ko'chani ustida yashaymiz deyapti. It's very noisy mana. U juda ham sershovqin, U juda ham sershovqin yoki shovqinli. She is sunbathing on the beach. Demak, u plyajda toblanyapti degan. Sunbathing degan toblanmoq degani. Hop, is there water on the moon? Is there water on the moon? Demak, oyda suv bormi deyapti. Oyda, o'sha oyda ustida. Ya'ni oyda deganda o'sha oyning ustiga nazarda tutyapti. Endi oy, albatta o'sha oy nimasida. Hop, is there water on I'm sorry. I need a book on biochemistry. I need a book on biochemistry. Endi bu yerda on the yana bitta ma'nosi kelyapti, yangi ma'nosi. Hop, on. Hop, faqatgina o'zi eng bu yerda ustida, ustiga deganimiz eng ko'p tarqalgan, eng mashhur ma'nosida, ustida, ustiga. Va onda bundan tashqari ham bir qancha ma'nolari bor. Endi bu yerdagi ma'nosi bo'yicha degan ma'noda kelyapti. Bo'yicha mana on. Bo'yicha, xususida degan ma'noda. Hop, buni ham yozib qo'yamiz. Bo'yicha, xususida degan ma'noda. Hop, I need a book on biochemistry. Hop, biochemistry nima degani? Bioximiya deganida o'sha. Hop, menga bioximiya bo'yicha, bioximiya xususida, xullas bioximiya bo'yicha kitob kerak deyapti. Keyingisi, my birthday is on Monday. Men tug'ilgan kunim dushanba kuni, dushanbada. Endi biz uni o'tganmiz, boshini prediktamasida o'sha on da degan ma'noda vaqt prediklari vaqtlardan oldin ishlatiladi. Ya'ni o'sha kunlardan oldin, kun. Kunlardan oldin, hafta kunlaridan oldin on ishlatamiz deganmiz. O'sha da degan ma'noda.
Hop, mening tug'ilgan kunim dushanba kuni yoki dushanba kunida deyapti. I start work on 7 May. Men 7-Mayda ishni boshlayman deyapti. 7-Mayda. Bu ham o'sha bir kuni, ya'ni may butun oy, butun boshli bir oy bo'lsa, mayda oldin in ishlatamiz, lekin o'sha mayning xos bir kuni bo'lganligi uchun, bitta kun haqida gap ketayotganligi uchun biz on ishlatamiz. I start work on 7 May. 7-Mayda ishni boshlayman deyapti. Hop, keyingisi. Let's meet on the weekend. Let's meet on the weekend. Hop, demak Amerikada on deb ishlatiladi. O'shacha mana US deb yozib qo'ygan. US. Ya'ni Amerikada on deb ishlatiladi. On the weekend. Hop, Britaniyada bo'lsa nima deyiladi? At deyiladi. Britaniyadagilar, britanskiy inglizlar, britaniyalik, xullas britaniyaliklar hop, demak hafta oxirida degan so'z ishlatayotganda, demak at the weekend deb ishlatadi. At the weekend, Weekend degani o'sha hafta oxiri, shanba, yakshanba nazarda tutiladi. Hop, keling, demak shanba, yakshanba kuni yoki dam olish kunida ko'rishamiz deyapti. Hop. Endi bu albatta shu on bilan ishlatiladigan ibora hisoblanadi. On the weekend. Ya'ni ustida degani emas bu albatta. Endi on bilan ishlatiladigan ibora hisoblanadi. I'll see you on Christmas Day. I'll see you on Christmas Day. Christmas degani o'sha Rojdestvo deydi. Rojdestvo o'sha 25-nimada xristianlar, nasroniylar bayram qilishadi-yu, Iso alayhisalom tug'ilgan kuni deb. O'shani aytyapti, Christmas deb. Christmas Day degani o'sha Rojdestvo kuni degani. O'sha Rojdestvo kunida ko'rishaylik deyapti. I'll see you. Siz bilan o'sha Yangi yil kunida. Endi ular Yangi yil deb nishonlashadi-yu. O'sha siz bilan Yangi yil kunida ko'rishaman deyapti. I'll see you on Christmas Day. Endi kun bo'lganligi uchun bir kunni xoslayaptimi? Demak, o'sha kundan oldin ham on ishlatamiz deganmiz. Hop, keyingisi. You must be on time. Endi bu o'sha on time, on bilan ishlatiladigan birikmalardan. On bilan ishlatiladigan birikmalardan. Ya'ni on time degan o'z vaqtida degani bu. O'z vaqtida. Vaqt ustida degani emas bu. On bilan ishlatiladigan birikmalar qatoriga kiradi. On time degani bu o'z vaqtida degani. Misol uchun, hop, darsimiz soat 8 da boshlanadi, aytaylik. Siz darsga o'z vaqtida kelishingiz kerak deyiladi-yu. O'shandagi ishlatiladigan kalima, so'z birikma shu on time hisoblanadi. You must be on time. Siz o'z vaqtida bo'lishingiz kerak deyapti. O'z vaqtida bo'lishingiz kerak. Hop, keyingisi. He broke his leg on getting out of the car. On getting out of the car. Hop, endi bu yerdagi onning ma'nosi, yana yangi ma'no. On. Ba'zan o'sha fe'llarning oldidan ishlatiladi. Ya'ni ondan keyin fe'l kelsa, albatta biz aytganmiz, on preposition predlogmi? Demak, predlogdan keyin fe'l keladigan bo'lsa, albatta unga nima qo'shiladi? ing qo'shiladi, to'g'rimi? ing gerundi bo'lib ketadi. Va ondan keyin o'sha fe'l kelganda, uning ma'nosi nima bo'ladi? Paytda degan ma'noda keladi, qo'llaniladi. Ondan keyin fe'l kelyaptimi? Demak, odatda paytda yoki paytida degan ma'noda ishlatiladi. Aytyapti bu yerda mana get out of the o'tganmiz. O'sha yengil transport vositalariga nisbatan ishlatiladi. Bu tushmoq degani. He broke his leg. Demak, u oyog'ini sindirib oldi. On getting out of the car. Mashinadan tushayotgan paytda deyapti. U mashinadan tushayotgan paytda oyog'ini sindirib oldi deyapti. Oyog'ini sindirdi. Hop, tushunarlimi? Keyingisi. Hop, onto. Ko'proq onto degan varianti, ya'ni qo'shilib ishlatiladigan shakli US da, Amerikada ko'proq qo'llaniladi. Ajratilib ishlatiladigan shakli-chi, ajratilib ishlatilyapti mana. Ya'ni o'rtasida bo'shliq bor. Bu ko'proq Britaniyada. Tushunarlimi? Onto birlashgani USA da, Amerikada onto demak ajratilgani bo'lsa, esa Britaniyada ishlatiladi ko'proq. Hop, endi bu ham o'sha yuqoridagi bilan bir xil. Mana on bilan bir xil. Faqatgina onto ko'proq o'sha nimada ishlatiladi? Formalniy tilda, kitobiy, rasmiy tillarda, rasmiy holatlarda ishlatiladi onto. O'sha ga deganida onto. Xo'sh. Endi on bilan ontoni o'xshash tomoni on ham ustida ham ustiga degani. Ustida ham ustiga. Endi onto esa-chi mana ustiga degani faqat. Ustiga. Onto degani ustiga degani. Tushunarlimi? Ya'ni onto ustida degan ma'noda bermaydi. Bu bilan sinonim tomoni faqatgina onning ustiga degan ma'nosini beradi. Tushunarlimi? Hop, on yana qaytaraman. Ustiga degan ekan,
onto bo'lsa faqat ustiga, faqatgina bitta ma'noga ega. Onto. Tushunarlimi? Ustiga degan ma'no beradi. Chunki mana bu joyda to yo'nalishni bildiradigan preposition predlog bor. O'shandan murakkab, o'shandan tashkil topgan. On bilan to ikkalasini birlashtirilgan varianti. Ustiga yoki tepasiga degani. Ustiga yoki tepasiga degani. Ko'proq o'sha kitobiy, kitobiy rasmiy tillarda ishlatiladi. Kitobiy rasmiy tillarda ishlatiladi. Adabiy tilda bu onto, adabiy varianti. Hop. Aytyapti meni. The cat jumped onto the chair. Mana the cat jumped bilamiz, ko'pchilik biladi, jump sakramoq degani. Mushuk, stulga, chair degan stullar. Mushuk stulga, mana stulga, stul ustiga, stul ustiga sakradi deyapti. Hop, keyingisi the police are onto us. Endi bu birikma, mana slang deb qo'ygani, ibora bu. Idioma bu. Onto us, mana. To be onto somebody degani bu. Dan xabardor bo'lmoq degani. Yoki o'sha narsani biladi degani. Ko'proq bu kriminalniy ishlarga nisbatan, birortalik CPS bor deydi, o'sha narsaga nisbatan. Birortalik jinoiy ishmi yoki bo'lmasa shunga o'xshagan yomon ish bo'lsa, o'shanga nisbatan mana to be onto somebody degani o'sha narsani biladi, o'shadan xabardor degan ma'noda ishlatiladi. Hop. Yozib qo'yamiz hozir. Onto somebody yoki something. Hop. Dan xabardor yoki o'sha narsani biladi degan ma'noda. Ko'proq bu ko'cha tilida ishlatiladi, slang deb qo'ygani, jargonda. Nafaqat jargon bu, endi ko'cha tili umuman olganda, ko'cha tili. Kitobiy til emas, onto us. The police are onto us degani militsiya bizni biladi degani. Militsiya bizdan xabardor. Endi qanaqadir qilmish qilgan, misol uchun jinoiy ish qilgan, boshqa qilgan, o'sha ma'noda aytilyapti. Tushunarlimi? Ya'ni biz ustimizda degani emas bu. Biz ustimizda. The police are onto us. Demak, militsiya bizdan xabardor. Bizdan boxabar. Militsiya bizni bilar ekan yoki militsiya bizni bilib qopti degan ma'noda. Tushunarlimi? The police are onto us. Endi mana bu ikkinchi qismini darsimizni davom ettiramiz. Bu yerda endi opposite, opposite degan predlogimiz. Opposite nima degani? Qarama-qarshi, qarshisida yoki qarshisiga yoki bizning to'g'risiga degan ma'noda ishlatiladi. Opposite. Hop. Qarama-qarshi da yoki qarshisiga degan ma'noda yoki masalan to'g'risi yoki to'g'risidagi degan ma'noda ishlatiladi. Opposite. Qarama-qarshi, qarshisida, qarshisiga yoki to'g'risidagi degan ma'noda qo'llaniladi. Hop, aytyapti bu yerda mana there is a post office opposite my house. There is a post office opposite my house. Hop, opposite aytdi, qarshisida deb, mana bizga kerakli joyi. Hop, uyimning qarshisida, uyimning qarama-qarshisida pochta idorasi bor deyapti, pochta bor deyapti. Hop, ya'ni siz uyingiz bor, yo'lni bu betida va o'sha uyingizni qarama-qarshisida, ya'ni narigi tomonida, narigi tarafida nima bor deyapti? O'sha pochta idorasi bor degani. Tushunarlimi? Keyingisi she sat opposite him and looked into his eyes deyapti. She sat opposite him and looked into his eyes. Hop, endi u, mana she ayol kishi, u uning qarshisida o'tirdi. And va looked into his eyes va uning ko'zlariga qaradi deyapti. Look qaramoq, and into degani o'sha ichkariga qaragani, ya'ni ko'zda misol uchun ichiga qaraydi, o'shaning uchun look into deb ishlatiladi. Looked into his eyes va uning ko'zlariga qaradi. Xo'sh, keyingisi endi bu yerda outside. Outside nima degani? Tashqarida, tashqarisiga degani. Tashqarida, tashqarisiga degani. Tashqarida, tashqarisiga degani outside. Hop, I don't live in London. I don't live in London. Men Londonda yashamayman. Londonda turmayman. Londonda istiqomat qilmayman. I live outside London. Men Londonning tashqarisida yashayman deyapti. Hop. Keyingisi it was very cold outside the car. Hop, mashinaning tashqarisi juda ham sovuq edi deyapti. Yoki mashinaning tashqarisi juda ham sovuq bo'ldi desa ham bo'ladi.
Hop, keyingisi this is outside my scope. This is outside my scope. Outside mana tashqari degan. Scope nima degani? Scope degan bu ko'lam degan. Ko'lam. Saviya, salohiyat yoki bo'lmasam doira degan ma'noda ishlatiladi. Hop. Yozib qo'yamiz. Endi sizlar uchun albatta kerakli bo'lishi mumkin bu so'z. Mana. Hop, ko'lam. Doira va bu saviya, salohiyat. Saviya, salohiyat degan ma'noda ishlatiladi. Scope. Tushunarlimi? Hop, endi outside my scope degani meni ko'lamim, men doiram, men saviyam, salohiyatimdan tashqarida deganida. Hop, ya'ni biz til bilan aytganda meni tushunchamdan tashqarida deganda, bu narsaga tushunmayman degani. This is outside my scope degani meni ko'lamimdan, meni doiramdan, saviyamdan tashqarida. Ya'ni bu narsaga tushunmayman degani. Tushunarlimi? Meni tushunchamdan tashqarida degani bu. This is outside my scope. Xo'sh. Misol uchun siz doktorsiz, va siz bir o'rtog'ingiz bor, u kim? U aytaylik mashina ustasi, mashinani motorlarini qiladi, motor ustasi. Endi aytayaptiki, motor haqida gap ketyapti, boshqa bo'lyapti. Keyin siz doktor bo'lganingiz uchun sohaga tushunmaysiz. O'shaning uchun nima deb aytasiz? Bu meni soham emas deysiz, to'g'rimi? Bu meni soham emas yoki bu narsaga tushunmayman, bunga aqlim yetmaydi deymiz-ku. O'shanda aytishingiz mumkin. This is outside my scope. Bu meni soham emas, bu meni ko'lamimdan tashqarida. Meni salohiyatimdan, saviyamdan tashqarida degani. Keyingisi over, over ham juda ko'p ishlatiladigan preposition, predikatlardan biri hisoblanadi. Hop, bu ham ustida, ustiga, tepasiga degan ma'nolarda. Mana ustida yoki ustiga yoki bo'lmasam tepasida. Tepasida yoki tepasiga, tepasida yoki tepasiga yoki bo'lmasam buni ham boshqa ko'p ma'nolari bor. Dan ortiq yoki ziyod degan, ziyod bo'lib ketdi. Ziyod degan ma'noda ishlatiladi. Hop. Va ba'zan davomida, mobaynida degan ma'noda ham ishlatiladi. Davomida yoki mobaynida. Davomida yoki mobaynida degan ma'noda ham qo'llaniladi. Xo'sh, endi bu yerda aytayotgani we are flying over the mountains. Endi bu yerda overda mana ustida, ustiga, tepasiga deyapmiz-ku. Hop, on bor-ku, on bilan farqi nimada deyishlar mumkin, to'g'rimi? Onda ham demak ustiga deb aytyapmiz. Overda ham ustiga bo'lyapti. Hop, farqi nimada deyishlar mumkin. Va over odatda on ustida tegib tursa bir narsani, misol uchun mana stol dedik-a, stol ustida kitob turib desak, stol ustida kitob bor desak, demak stolga tegib turgan bo'ladi, to'g'rimi? Tegib turgan bo'ladi. O'sha tegib turgan holatdagini biz on bilan aytamiz, on bilan ishlatamiz. Endi tegmay tursa, stolga tegmay tursa, misol uchun mana aytayapti, mana we are flying over the mountains. Biz tog'lar ustidan uchib o'tyapmiz deyapti. Mana tog'lar ustidan siz tog' bo'lsa, bu yerda bir nechta tog' bo'lsa, shu samolyotingiz ketyapti, tog'ga tegib o'tmaydi, to'g'rimi? Tog'ning ustidamiz deganingizda. Misol uchun mana samolyotga ketyapsiz, o'shanda misol uchun siz telefoningizda bilasizlar, misol uchun odatda mana bu business class bor-ku. Business classda ham qimmat bo'ladi, ham misol uchun ularga internet va hokazolar har xil sharoitlar bo'ladi. Oddiy ekonomik klassdan ko'ra, to'g'rimi? Oddiy ekonomik nimadan ko'ra, reys biletdan ko'ra. O'shanda demak internetda gaplashyapsiz, yuzdagilar bilan. Qayerdasan? Tog'ning ustidamiz biz hozir deysiz, to'g'rimi? Siz tog'ning ustiga qo'ngan bo'lmaysiz-ku. Tog'ning ustida, ya'ni tog'ga tegmayapti, tog'dan qanchadir bir kilometr balandda. Tog'ning ustida ketyapmiz. O'shanda demak over bo'ladi. Tushunarlimi? Chunki tegmagan holatda. Mana we are flying over the mountains. Demak biz o'sha tog'larning ustidan uchib o'tyapmiz degani. Keyingisi put the blanket over the bed. Put the blanket over the bed. Hop, blanket nima? Adyol degani, adyol. Bed bo'lsa-chi, bed kravat degani, kravat. Va ba'zan to'shak degan ma'noda ham ishlatiladi, bed, to'shak. Hop, adyolni, hop, kravat ustiga solib qo'ygin deyapti. Adyolni kravatni ustiga solib qo'ygin deyapti. Endi bu yerda albatta ustiga deganda muallaq turmaydi. Albatta tegib turadi. Lekin hozir tegmaydi deb aytdingiz-ku deb aytishlar mumkin. Endi bitta farqini aytyapman-da, bitta misol uchun tegadi degan ma'noda ham ishlatiladi, lekin bitta farqi tegmaydi degan ma'noda ham qo'llaniladi. Lekin on odatda unaqa tegadigan holatga ishlatiladi. Xo'p, keyingisi
The cat jumped over the wall. Mana the cat jumped over the wall. Mushuk devor ustidan sakrab o'tdi deyapti. Mana devor bor-a, mana misol uchun mana shuni ham devor deb tasavvur qiladigan bo'lsanglar, mana devor. O'sha devorni mana ustidan mushuk sakrab o'tyapti, mana ustidan. Tegmasdan sakrab o'tadi, to'g'rimi? O'sha. Xo'p, demak va bu yerda ko'proq mana misol uchun buni uzra deb ham aytishimiz mumkin. Uzra. Ko'proq endi uzra degan so'zimiz ona tilimizda, o'zbek tilida adabiy holatlarda, adabiy ko'rinishlarda, rasmiy holatlarda, kitobiy tilda ishlatiladi uzra. Misol uchun boshim uzra deyiladi va hokazo. Xo'p, keyingisi. Let's discuss it over dinner. Let's discuss it over dinner. Endi bu yerda majoziy ma'noda over dinner degani, over. Biz til bilan aytganda ovqat ustida deymiz, mana ovqat ustida. Keling uni ovqat ustida muhokama qilamiz deyapti. Ovqat ustida. Endi ovqat ustiga o'tirib olmaydi odam. Albatta ovqat ustida degani o'sha dasturxon atrofida degan ma'noda, to'g'rimi? Ovqatlanayotgan paytimizda degani. Hop, keyingisi. The king ruled over the country for many years. Mana rule over bilan ishlatiladi. Rule over. Fe'lli birikma sifatida rule over. O'sha davlatni boshqarmoq degani. Rule, davlatni boshqarmoq. Qirol davlatni, mamlakatni ko'p yillar davomida, mana bu yerdagi for esa davomida, mobayni degan ma'noda, ko'p yillar davomida davlatni, mamlakatni boshqardi deyapti. Boshqardi, rule over. Shuni boshqarmoq degan ma'noda. Xo'p, chunki mana boshqarmoq yoki masalan rule hukmronlik qilmoq degani. Siz biror narsani ustida hukmronlik qilasiz, to'g'rimi? Biror narsani ustida. O'shaning uchun mana o'sha mamlakatni ustida hukmronlik qildi deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Hop, demak, qirol ko'p yillar davomida, mobaynida mamlakat ustidan hukmronlik qildi degan. Hop, keyingisi. The town is just over the border. The town is just over the border. Border degani bu chegara degan, chegara. Hop, shahar, over demak ustida dediga, ustida. Hop, shahar, endi bu yerdagi just ning ma'nosi shundoqqina degan. Demak, shahar shundoqqina chegaraning ustida deyapti. Shundoqqina chegaraning ustida. Hop, keyingisi. It costs over $50. Demak, u endi mana bu joydagi over ning ma'nosi ustida degan ma'nosi emas. Bu yerda mana dan ortiq, dan ziyod degan ma'noda, ya'ni more than deb ham tarjima qilinadi ba'zan. Misol uchun mana o'shani mana over da biz bunday qilib aytib qo'yishimiz mumkin. Mana ba'zi joylarda, kitoblarda ko'rishingiz mumkin. More than degani, more than ishlatishni biladiganlar, demak over bilan ikkalasini sinonim qilib ishlatish mumkin. It costs over $50. Demak, u $50 ko'proqqa, $50 ziyodroqqa tushdi degani. Hop, it was mana $53.25 deyapti mana. U $53.25 bo'ldi deyapti. Hop, keyingisi mana. There is rain over the whole country. Mana whole country degani shu butun mamlakat, butun mamlakat. Hop. Endi bu yerdagi ma'nosi overdi. Hop, bo'ylab degan ma'noda ishlatilgan, bo'ylab. There is rain over the whole country. Butun mamlakat bo'ylab hozir yomg'ir bor deyapti. Yomg'ir. Butun mamlakat bo'ylab yomg'ir. Ya'ni hamma mamlakatda, hamma joyda yomg'ir yog'ayotganligini endi ot variant qilib aytyapti, ot. Hop, keyingisi. It took over an hour to do my homework. Mana bu yerda ham over ning ma'nosi mana more than degan ma'noda ishlatiladi, more than. Hop, aytyaptiki, uy vazifamni qilishim uchun, uy vazifamni tayyorlashim uchun, darslarimni bajarishim uchun, demak 1 soatdan oshiqman. Over an hour degani shu 1 soatdan oshiqman. Dan ziyod. 1 soatdan ziyod yoki 1 soatdan ortiqroq, 1 soatdan oshiqroq vaqt ketdi deyapti. Hop, the population has increased over the past 20 years. Over'ning in ma'nosi bu yerda davomida. Bu yerdagi bu gapdagi ma'nosi davomida, mobaynda degan ma'noda ishlatilgan. The population degani nima degani? Aholi, nufus, Hop, aholi, oxirgi past degani oxirgi so'nggi degani. Oxirgi so'nggi 20 yil davomida, mobaynida oshdi, yoki o'sdi desa ham bo'ladi. Hop, keyingisi. Can you stay with us over Christmas? Bu yerda ham demak davomida, mobaynida degan ma'noda ishlatilyapti. Hop, demak biz bilan Christmas biz aytgan o'sha Rojdestvo degani, ya'ni o'sha xristianlar, nasroniylar bayram qiladigan yangi yil bayrami 25-da qilishadi ko'proq. Hop, demak biz bilan o'sha yangi yil mobaynida, yangi yil davomida, yangi yil paytida demoqchida, yangi yilda
biz bilan qola olasizmi? Biz bilan tura olasizmi deyapti. Tushunarlimi? Yangi yil paytida, yangi yil davomida biz bilan qola olasizmi deb aytyapti. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi, demak o bilan mana o bilan boshlangan preposition predikatlarimiz shundan iborat edi. Xo'p, endi inshaalloh kelasi darsga mana bu pastdan boshlaymiz. P bilan boshlanadigan predikatlardan boshlaymiz.